Assalomualaikum aziz obunachilar. Yine bugünkü videomuzda kuzgi oxirgi vitaminlardan boshladik yine. Mana berkash kerakmi? Yo'rinja. Beramiz buni yine. Danışlarda tovuqlari bor, yo'rinja beramiz deydi. Endi bu sarısı sap-sar olib chiqadi deydi. Güçlüdan bo'ldim, zo'r, vitaminlar ko'p bunun içinde. Mollara bersam sütü yağlı olib chiqadi. Tovuqlara bersam tuxumunda sifatli bo'ladi. Berginni xo'rozga yesamdim zo'r. Zo'r ne güçlü vitaminlari bor odam buni. Shundan beramiz yine. Oxirgi yo'rinja bundan keyin chiqami endi yo'qmi? So'l chiqib ketadi endi bu. Shunday ham berib turamizdan bize. Shuni bir video olib beray dedim, oxirgi vitaminlarni ko'rsatib dedim. Shundan beramiz. Aloy ham yeb turadi bizani, xo'roz tovuqlar. Bir yo'proq qapti endi, bundan beri beramiz. Aloyni. Qonni yeb qo'yib turadi duvakinda turganini, kunda har chiqqanda yeydilar. Bu hamdim foydali vaj bu. Aloy bilasizlar. Shuni ham aralashtirib beramiz endi buni ichine. Aloyni ham yaxshi yeydilar. Bo'lsa beringlar buni ham. Zarar etmaydi, bu ham yaxshi vaj bu. Aloydan zo'r vaj bu. Yaxshi ko'radi mana bizni xo'roz tovuqlar yeb turadilar. Shu duvaklarni ko'chada qo'ysam gullarni yeydilar shunday aloyni kelib. Kerakli vajni biladidan ular o'zlari vitaminni tortadi-da. Berish kerak. Shuning uchun yana oxirgi yo'proqqani berayotirman buni. Bo'lmasa berardim 1-2 yo'proqqa olsa. Buni beramiz. İçine chesnok chapqalasangiz ham bo'laveradi. Chesnok ham zo'r effekt beradi. Chesnok chapqalasangiz da endi bunga tayyor burchimiz bor. Oddiy burch bilan duz aralashgan. Shuni ham chapib bersak yomon ketadidan bu. Burchdan duzdan ikkisini aralashtirib berib aytadilar endi. Rahmat aytib deydilar. Beramiz endi masdan. Yine berdik vitaminimizden iş jarayonlari ketib turibdi yine. Yeb turaylik.